Chortoq tumani maktabgacha va maktab ta'lim bo'limiga qarashli Saroy mahallasida joylashgan 9-sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti 2023-yilda kapital ta'mirdan chiqarildi. Obyektni ta'mirlash ishlariga 5 milliard 241 million so'm mablag' sarflanib, muassasa binosi to'liq rekonstruksiya qilindi. Ichki va tashqi infratuzilma zamon talablariga moslashtirildi. Maktabgacha ta'lim tashkilotida hozir 180 nafar bola tarbiyalanadi. Bularga 12 ta oliy ma'lumotli pedagoglar tarbiya berib kelmoqda. Bog'chamizni oldingi holati juda eskib ketgan edi, 87-yil qurilgan edi. Mana shu sharoitlardan mana shu saroy aholisi, ota-onalarimiz juda ham mamnun. Bog'chamiz pedagoglari, xodimlari ham juda ham xursand. Hozirgi kunda sinf xonalari keng va yorug' bolalar uchun o'yin va dam olish maydonchalari, shuningdek sport va musiqa zallari bolalarni har tomonlama rivojlanishiga xizmat qilmoqda. Pedagog tarbiyachilar ta'lim jarayonida yangicha yondashuv va zamonaviy usullardan samarali foydalanishmoqda. Mashg'ulotlar bolalarning yoshi va individual xususiyatlariga mos holda tashkil etiladi. Ularning nutqi, ijodiy tafakkuri va jamoada faol ishtirok etish qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan. Ayni paytda har bir mashg'ulotda bolajonlarning faol ishtirokiga katta e'tibor beriladi. Ular bilimlarini nafaqat eshitish, balki to'g'ridan-to'g'ri amaliy harakatlar orqali o'zlashtirishmoqda. Bu esa ularning mustaqil fikrlashi va muloqotga kirisha olish ko'nikmalarini shakllantirishga muhim omil bo'ladi. Muassasa faoliyati ota-onalar bilan hamkorlikda yo'lga qo'yilgan. Bolalarning rivojlanishi muntazam ravishda kuzatilib, zarur hollarda individual maslahatlar berib boriladi. Bu bilan birga har bir tarbiyachi o'z mehnati, mas'uliyatli yondashuvi va bolalarga mehri bilan alohida e'tiborga sazovor. Ular faqat bilim berish emas, balki har bir bolaning sevimli maskanini yaratishga intilishmoqda. Bolajonlar, bugun biz sizlar bilan yoz o'tmoqda soz mavzusida suhbatlashamiz. Xulosa qilib aytganda, ta'mirdan chiqqan ushbu maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalar uchun zarur shart-sharoitlar yaratilgan bo'lib, u kelajakdagi ta'lim bosqichlariga asosiy tayyorgarlikni ta'minlab beradi.